Hammaga salom do'stlar. Bugun biz eng qo'rqinchli 3 ta saytga kirib ko'ramiz. Nimaga o'zcha bu bunday qog'ozov olsalaring, bu qog'ozda men konkurs o'tkazmoqchiman. Shu konkursning shartchalari bor. Bu konkursni video oxirida e'lon qilaman. Ungacha siz hozir like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Biz birinchi saytga kirishimiz kerak. U birinchi sayt esa qanday desam bo'ladi? U saytda odamlarning shaxsiy ma'lumotlari bo'ladi. Biz hozir shu saytga kirib ko'ramiz. Videolarimni tomosha qilayotganlarning qariyb 95% hali kanalga obuna bo'lmagan. Agar siz ham shunday tomoshabinlardan biri bo'lsangiz, iltimos hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu orqali keyin qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz va meni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Oldindan katta rahmat. Biz mana hozir birinchi saytdan chiqib oldik. Birinchi saytda ko'rdinglar, g'alati narsalar bo'ldi. Endi buni ko'ringlar. Obuna bo'l deb yozib qo'yganman. Shuning uchun ham hoziroq kanalga obuna bo'linglar. Bu ruchka 2000 so'm, 2000 so'm. Bizda ikkinchi sayt bu odam o'z tushiga tushib qolgandek bo'ladi. Buni oxirigacha ko'rishlaringni tavsiya beraman. Do'stlar, mana biz ikkinchi saytdan ham chiqib oldik. Yana sizlarga sovg'am bor. Like post, mana bu stikerni qaranglar. O'zim chizdim buni. Like post ilash uchun ham. Uchinchi saytni ham ko'rib oldik. Bu uncha qo'rqinchli emas, bu umuman qo'rqinchli emas. O'zi shaxsiy odamlar mana buni ko'ringlar. Endi maqsadim 10 million. Hozir bo'lganmiz 28. Yoz oxirigacha bo'lishimiz kerak 15 ga. 1000 ta obunachi bo'lishimiz bilan 3 ta insonga 100 ming so'mdan beramiz. Insonga emas, obunachilarimga. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Agar YouTube bo'lsangiz, obuna bo'lib like bosmagan bo'lsangiz, sizga sovg'a berilmaydi.